Binosi 70% po'latdan iborat bo'lgan noodatiy bir masjidga tashrif buyurganmiz. Bu Putrajayadagi Tuanku Mizan Zaynal Obidin masjidi. Temir masjidga tashrif buyurganmiz. Bu temir masjid, xalq tilida temir masjid, lekin buning rasmiy nomi Tuanku Mizan Zaynal Obidin masjidi deb nomlanadi. Ayni shu masjiddamiz. Bu masjid undan oldin bilganimiz, o'rganganimiz o'sha uchta masjiddan 2 kilometr shimolda joylashgan bo'lib, eng katta masjidlardan biri hisoblanadi. Va bu masjid demak 20 ming namozxonni sig'dira oladi va demak 73 ming kvadrat metrdan iborat bo'lgan bu masjid atrofdagi davlat xizmatchilarining hisobini olganda 24 mingga yaqin davlat xizmatchisi bo'ladigan bo'lsa, ularga va 30 ming o'sha doimiy aholiga xizmat ko'rsatish uchun bino qilingan. Hop, masjid ko'l ustiga, ya'ni ko'l yonida yonida qilingan, tushunadigan va noodatiy juda ham. Men xonaqohni orqa tarafida hattoki favvora ta'minni ham ko'rdim, chunki suv bor edi. Yana o'ziga xosligini aytaylik, Samarqand bilasizmi, shamollatish tizimi ayni shunday. Juda chiroyli yechim qilindi. Boshqa masjidlarda mana bilamiz, katta ventilyatorlari bor, sovutgichlari bor. Bunda bunaqa narsalarga hojat qolmadi. Tabiiy qurilishni o'zida yechimni o'zida qilish. O'sha po'latdan ifoda etganingizdek, po'latdan yasalgan panjaralar bor va panjaralar ochiqligi hisobiga shamol aylanadi. Tabiiy shamollatishdan foydalanilgan. Xullas, keyin yana bir muhim jihati, zanglamaydigan po'latdan foydalangan va hozir bir raqamni aytaman, hayron qolsangiz kerak. Mana shu masjidni bino bo'lishida 6000 tonna po'lat ishlangan. Keyin yana qarangda, o'ziga xosligi o'zi aslida masjidlar sharqda sharq me'morchiligi bilan bunyod etiladi ko'pincha. Bu masjid esa Xitoy va Germaniya uslubida me'morchilik uslubida bunyod etilgan. O'z bundoq kirganda his qilasiz, bu masjidda gumbazi yo'q. Mana gumbaz. Minorasi yo'q. Kechirasiz. Minorasi yo'q. Gumbazi bor, kichikroq bo'lsa-da, lekin minorasi yo'q masjid. Uzoqdan o'zi temir masjid deb nomlayotganimiz, aytayotganimiz bu masjid haqiqatda temir masjid ekanligi o'zi ko'rinishidan ma'lum. Gumbaz ko'rinib turadi va minorasi yo'qligi buni yanada boshqa masjidlardan ajratib turadi. O'sha zanglamaydigan material, o'sha po'lat deydigan bo'lsak, 70% dan ortiq tashkil etdi. Masjiddagi qurilish ishlarini 70% dan ortig'ini tashkil etyapti va qolgan materiallar asosan shisha deylik va boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Endi bu yoqda shisha deydigan bo'lsak, mana mehrobda ko'rib turganingiz shisha bor. Bu 13 metr balandlikdagi shisha, Germaniyadan keltirilgan shaffof shisha, unaqa bir yorug'lik qaytarmaydi va bu yerda demak bitkilar yozilgan. Bu ham bo'lsa o'ng tarafda mehrobni, agar biz tomondan qaraganimizda o'ng tarafda Baqara surasining 2-oyati va chap tarafda Ibrohim surasi bitilgan ekan. Sovutish tizimi shunaqa go'zal ekanki, hayron qolasiz. Masalan, po'latdan iborat bo'lgandan keyin, asosiy binoni 70% po'latdan tashkil topgandan keyin qozon bo'lib qaynab ketishi kerak edi, temir. Lekin shunaqa arxitektorlar yechim qilishgan ekanki, shamollatish tizimida gazli sovutish mo'ljallangan ekan. Siz o'zingizni ancha yaxshi his qilasiz. Hozir mana narigi Putrajaya masjidiga qaraganda Pushti masjid demoqchisiz-da? Qaraganda sal iliqroq, lekin bu deganimiz ham issiq emas. Shu masjidda konditsioner bor edi va boshqa nima jihatlarni qarab olganda sovuq. Tashqari o'zi issiqligini aytganmiz, haqiqatda issiq tashqari. Nam masjidda odam rohatlanyapti, dam olyapti, tanangiz rohatlanadi. Ya'ni bu masjid ham shuni hisobiga Putrajayadan sal iliqroq, lekin
tashqaridan sovuqladi. Yaxshi Tashqaridan dam sovuq. oladigan, dam oladigan joy.